bir yordamchi kelsa-yu shu qo'limdan ishlarimni olsa-da. Boshlanma. Senga gapiryapman, Mishkon, bir reaksiya ham bildirmaysan, ha? Tinchlik so'rab ketdim. Qara, bir narsa desang qochadi. Ya yoshing o'tgan aka uylanmasang, dasturxon boshiga to'g'ri ovqat ham yemaysan, a? Nima qilyapsan? Ona emas-ku bu. Tozalayapman. Ha, kechqurun singlim tozalar ishga ketgan paytim. Nima tozalashim kerak ekan? Hoy, singil bo'lsa ham akasining xonasiga kirmaydi kechqurun. Xotining bo'lganda o'zi tozalab qo'yar edi. Ey, to'xta. Bugun qarindoshlarda tug'ilgan kun bo'lyapti. Minna seni chaqirdi. Rahmat. Hayotga bormayman bu yoqqa. Butun dunyoni siyosat qolib, meni g'iybatim bo'ladi. Qachon uylanasan? Hey, to'xta. Qayerga ketyapsan? Dugonalarim bilan aylangan. Akangni ham olib ket. Men nima qilaman bu bilan? Ko'rsat. Bu dunyo faqat futbol, kontrdan iborat emasligini ko'rsat. Dugonalaring bilan tanishtir. Ketasizmi aka? Masalan, dugonalarim bilan parkka borib bat tutamanmi? Ona uylanaman, o'shani men bilib turibman. Tezroq ana Yevroziya Motorsdan bitta mashina olib olaygin. Agar olsam, sen uylanaman. Qaqrat, boshlang'ich 30% to'layman, bo'lib qolgan 5% to'lab yurayman. Yoki Jizzax BYDdan BYD bo'lsa o'raymi? Hozir zapravka ochirib tur, balovat tarqigandan ko'ra elektromobil bo'lsa o'raydim. Menga uylan, keyin bilganingni qil. Hey! Ishing hal bo'ldi, bolam. Nima bo'ldi? Qiz ko'ndi. Vani qo'yadi, uy deganda quloqdagi paxtalar o'nlik. Tamam, onang sal bo'ldimi? Qachongacha yurasan mana shunaqa qilib, ha? Ha, o'zlariga gapiring. Hey, uni ishi hal bo'ldi. Sen qachon uylanasan, ha? Qutuldim. Yoruya kelib boshing bilan kelib